Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli futbol muxlislari, Futbol News kanali o'z ishini boshladi. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Biz boshladik. Kecha Yevropa qit'asida Yevropa Chempionlar Ligasi yarim final bahsining dastlabki uchrashuvi bo'lib o'tdi. Londonning Arsenal klubi o'z maydonida Parijning Paris Saint-Germain klubini qabul qildi. Ushbu bahsda mehmonlar 0-1 hisobida g'alaba qozonishdi. Kvaratskhelia ajoyib pasidan Osman Dembele hisobni ochishga muvaffaq bo'ldi. Ushbu hisob o'yin yakuniga qadar saqlab qolindi va PSG futbolchilari Londondan qimmatli 3 ochko olib qaytishdi. O'yindan so'ng murabbiylar fikrlarini sizlarga yetkazamiz. Arteta mag'lubiyatdan so'ng nimalar dedi? Arsenal bosh murabbiyi Mikel Arteta PSJga qarshi uchrashuvdan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz ko'proq narsaga loyiq edik. Bu faqat birinchi uchrashuv. Buni Realga qarshi o'yinda ham aytgandim. Biz Parijga borib g'alaba qozonishimiz kerak. O'yinni ko'rib chiqamiz va o'yinni bir necha jihatdan yaxshilashga harakat qilamiz. Bu yerda hali 50 ga 50. Agar Chempionlar Ligasi finalga chiqmoqchi bo'lsang, o'zgacha nimadir qila olishing kerak. Biz Parijda o'zgacha nimadir qilishimiz kerak, deydi Arteta. Luis Enrique Londondagi g'alaba haqida fikrlar bildirdi. PSG bosh murabbiyi Luis Enrique Londondagi g'alabadan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Bunday o'yinlarda his-tuyg'ular yuqori bo'ladi. Shuning uchun ham tahlil qilish qiyin. Ajoyib muhit, biz qanday jamoa ekanimizni ko'rsatdik. Biz o'z uslubimizni o'ynashga harakat qildik va o'yin boshida gol urishga ham muvaffaq bo'ldik. Bu bizga yanada ko'proq ishonch berdi. Ba'zi raqib ancha yaxshi harakat qildi. Biroq biz shunda ham ikkinchi golni urishimiz mumkin edi, deydi parijliklar ustozi. Qadrli futbol muxlislari, bizda hozircha shular. Bizni kanalni qo'llab-quvvatlang, like bosing, obuna bo'ling. Sog' va salomat bo'ling. Omad siz va bizni aslo tark etmasin.